Ko'pchilik bagetni yon tarafini ikki yonini yopmaydi, lekin buni yopish shart. Hozir sizlarga yon tarafini o'lchov olishini ko'rsatib o'taman. Bagetni yon tarafini kesishimiz uchun hozir kronshtayn urilgan devorni o'lchovini olamiz. Devordan karniz tugagan joygacha santimetrini aniqlashimiz kerak. Ko'pincha 13 santimetrga to'g'ri keladi bu. Bagetimizning ichki tarafi 13 santimetr bo'ladi. Bu to'liq yon qismlarni yopib beradi. Klayni girdlari bilan yaxshilab surtiladi, chunki yon qismlari yaxshi yopishi kerak. Bagetni yopishtirishda o'zini stanogi bor, o'sha stanokda 45 gradusda ugl qilib kesib olinadi. Kattasi ham, yon qismlar ham va bir-biriga yopishtiriladi affix kley bilan. Bu samarezimizni urganimiz sababi karniz ustida bir xil turib beradi va bizaga karnizga yopishtirish uchun chiziq vazifasini bajarib beradi. Endi buni karnizga yopishtiramiz. Buni yana qulaylik tarafi, karniz ustida kronshtaynlarni samarezlari tashqi tarafdan ko'rinmaydi. Mana bu ko'tarilganligini hisobiga mana bu kronshtaynni boltiklari ko'rinmaydi. Karnizimizni bir tarafdan 1 santimetr ochiq joy qoldiramiz. U tarafi pritek bo'ladi. Pritek bo'lgan vaqtda sizga stopler vazifasini bajarib beradi. Bu tarafdan esa bemalol siz pardalarni o'tkazishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar hozir qisqa ko'rsatildi. Instagramda vaqtimiz chegaralangan. Bularni to'liq ma'lumotini YouTube va Telegram kanalimizda kuzatishingiz mumkin. Menga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.